Qurbon hayitiga yana bor yo'g'i 2 kun qoldi. Hali qo'y olmagan tanishinglarga bu videomizni shundoqni jo'natib qo'yasizlar. O'tgan safar ko'rsatgan qo'ylarim yo'q, mana unga alishib ketgan. Bu yoqda kichkinaroq qo'ylar hali. Bu yoqda necha kilo oladi? Bitta 60 kilo, 65 kilo. Bu jivoy bersa? Jivoy bes. Bu yerda boqmalari ham bor, atak so'yiladiganlari ham. So'yiladigan mana bu yoqda so'yiladiganlar o'zi tayyorlari mana yerda mana ko'ryapsizlar. Tanasi ham yayragan joyidan. Mana tak tak. Mana bu yoqda ham takoylaridan. Bu yoqda bunaqasiga kattalashadi. Cho'p. Mana bu yoqda o'zi kattalashadi. Va, quyoshni mazza qilyapti-da. Nahotki men qurbonlik bo'lib ketsam deyapti-yu. Mana bular hali kattalari. Qo'yolmagan bo'lsangiz, kelib shu yerda o'zi tanlab baraka qilib olib ketaverasiz. Pastda nomerlarini yozib qo'yaman. Telefon qilsanglar, lokatsiya tashlab beradilar yoki manzilga aytadilar. Bemalol kelib shu yerda o'zida baraka qilasizlar, qo'ylarni olib ketib qurbonlik qilasizlar.